Hatta doğru degen 15 koydan satsam, hiç olmaganda bir 2 koy болып қалды ekan deb, bunu siz mi yaxshi savol so'radingiz? Bu adada daraxtlarni chatash, cho'ng jihatdan qisqiq chatash va yozuq chatash deb ikkiga ayriladi endi. Hem qisqiq chatash degani shu meva yo'q vaqtdagi, yupmoq tashlagan, yupmoq chiqarmagan vaqtdagi bo'lganmag'achqa, buni shu elbitmango degan shaxning hammasini elbit chiqib ko'zimiz qiyolaydi. Bu qisqiq chatashda daraxt shaklini eng mustahkam daraxt gavdasini shakllantirib olgan bo'ladi. Hem yazda misal cho'ng shaxni elbitdan desak, bizga ma'qul deb qo'yib, chunki buning ustida o bir tal g'o'rib emasmi, bu yerda buni buning asan bo'lmaydi ekan, buning 4 tal g'o'rib turadi. 4 tal g'o'ri degan 15 koydan satsam, hech bo'lmaganda bir 2 koy bo'lib qoldi ekan deb buni qiymaymiz. Çünkü cho'ng shaxlarni elishda qishning kuni olamiz. Buningki afzalligi qishning kuni meva yo'q. Bu vaqtda olalaymiz. Endi uningdan boshqa yozuq chatash deganimiz yozning kuni bu daraxtlarimiz bir surgandan tortib, ta yupurma tashiqchi bo'lgan aloq chatashning hammasini yozuq chatash deymiz. Yozuq chatashning qitim soni yoki vaqti bo'lmaydi. Kun kirib vaqti bo'lmaydi. Ba'zi texniklar 6-ayning 6-si, 5-ayning 10-i, 7-ayning 20-si deb qo'ydi ekan. O nimaga saqlaydi uni? Bizga lozim bo'lmaydigan shax, misol mo shaxni, mana bitta shaxni biz lozim bo'lmaydi deb evatmiz. Mana paral ikki shax o'xshay o'sib olgan bu birini evatdik. Endi mishadan yine bu qo'l ustidan ko'kar chiqib olsa, bu bizga lozim bo'lmaydigan o'rni shaxni evatimiz buni. Qancha kichik holatda evatsak, nimaga javob qilamiz? Uzuqni javob qilamiz. Agar bizga lozim bo'lsa, mishadan bu yandan chiqqan shaxlar hammasi lozim bo'lgan shaxlar. Mesela muşakmı lazım başaklar. Yine ösüp 15-20 santimetre vaqtda üzüp qo'ysak bo'ldi. Agar ashunday g'oldan yoki mishalidan yine muşak g'ol tilishib, muşak bo'y tilish bo'lib qolgan. Bizga baribir lozim bo'lmaydigan kerak shax bo'lsa, qancha baldir bayqasak, shuncha baldir elbetsak, bu daraxtlarimizning erkin yaxshi o'sishiga uzuqchilar berdi, foydali narsa. Shunga yozuq chataga yaxshimi, qish chataga har ikkisining o'xshashmi, afzalligi va aloyligi bor. Qishlik chatashda daraxt qurilmasini shakllantirib, cho'ng shaxlarni ko'proq evat qilib bo'ladi. Yozning kuni unga jur'at qilmaymiz. Mesela ishak bo'lsak, cho'ng shaxni mina olmasak, "Hey, mon tepasida 10 tal shimay turadi" deymiz. Chunki mana shunday qilib qilaman. Chunki hamma odam uni bo'ldirmoq oson emas. Bo'lgan degan bir mo'janga satsam deymiz. Hamda mevani algan vaqtda cho'ng shaxni chalontilgan vaqtda cho'qim qishning kuni elbasak yaxshi bo'ladi. Hamda eng ko'klagan notlarni yozning kuni olmay bo'lmaydi. Müşa mana egdiqma, müşanın şaq shu boytilishib o'sib chiqqan shaqim bu. Dumbi shaq deymiz. Dumbi shaqni evatimiz. Yandan chiqqanlarini butunlay meva shaq qilib beramiz. Ba'zi yo'ldoshlar shu bag'alam bilan shundan notib vaqtlar deb bixilib tutab qo'ydi. Shu g'olni, men g'olsaq chiqdi deb. Shuni yandan chiqqanlarni qo'yib qo'yamiz. Shuni bilan inta meva shaqlar bo'ladi. Hozir mantiq o'zmaymiz. Yana o'sib mush yan shaqlar. Agar 15-20 santimni eshib ketsa cho'qim har bir notninki shunda uzib qo'yish kerak. Masalan, mana o'zimda uzib qo'yish kerak. Uzib qo'ygandan keyin to'xtadi. Maniki chechak baqlarning mukammal hosil bo'lishiga foydali sharoit yaratib beramiz. Agar bu o'sib ketsa-chi, chechak baqlarning shakllanishi kechikib ketadi yoki mukammal bo'lolmaydi.